Assalomu alaykum qarindoshlar, yaxshimisizlar? Mush vaqtlar xayrli bo'lsin. Ili o'g'li Boburda orqasidan yana bir qatam salom. Hozirgacha biz bir qatam cho'ng bo'laklik darsini tugatib bo'ldik. Birinchi bo'lakimiz 4 videodan tarkib topgan bo'lib, asosiyatni aytiliq zil grammatiklik masalalar to'g'risida to'xtalgan. Ikkinchi bo'lakimizdan keyin bugun oxirgi soatlik darsni so'zlamoqchimiz. Albatta ikkinchi bo'lak o'zi 3 videodan tarkib topgan asosliqi jumlaning qurilmasi. Başlıksı grammatiklik meselelerine cevap bo'lgan bo'lsa, bu qatimliqi bo'lsa, sizningki ijtimoiy turmushdagi, aloqadagi va yoki jumla qurish jihatidagi masala va qiyinchiliklarni hal qilish uchun o'tirg'i chiqarilgan. Oldingi soatlik darsning 5-ida men deb o'tgandim, ya'ni oldingi soatlik darsimizda biz fe'llar to'g'riliq to'xtalgan edik. Bu soatlik darsimiz men aytib muhim deb o'tgan. Al bugungi darsmo, ya'ni zamon shakli to'g'risida to'xtalamiz. Fe'llarning zamon shakli to'g'riliq. Bugungi darsimiz menimcha oldingi qatimliq darsimizdan ishib ketishga hech qanday qilishquchiligi yo'q darajada muhim deb qarayman. Agar siz bugungi darsni bir necha qatam mukammal anglasangiz, bundan sirt uyda bir necha qatam to'liq mashq qilsangiz, ishonmanki siz ijtimoiy turmushda yo'liqib turayotgan grammar tilidagi 50% problem, ya'ni masala hal bo'ldi deb qarayman. Bu atmadim inshaalloh shunday bo'ldi. Bundan sirt bugungi darsimizningki miqdor saljiq. O'zinglar ko'rgandek ekranninki bo'shliqi uncha ko'p emas. Ushbu sabab işletilgen ve ağam misallarımdaki Uyg'ur tercümesini yazmasını doğru taptım. Şunun için sizge yeni bir qatam video başlanğanda duyargan tavsiyelerim qo'lingizga bo'lsa qalam qog'oz edib, cho'rnoy va yoki konspektingiz bo'lsa men tayyor qilib, bugungi dars uchun qalam qog'ozdan sirt rangli qalamlar bo'lsa ham yaxshi, ham unida sirt gazlarni ilib tayyor qilsangiz, bu rastilla qo'l tutadigan ish. Qo'l tutadigan ish bugungi, chunki siz bu xil grafiklarni chizishingiz kerak-ku. Qara, kasb ahli degan mana bu yerda. Videomuzu başlaştım burun, yani avvalqadek Uyg'ur tili grammatiklar azroq qisqacha tushuncha va yoki ishkisini selishtirib beray. Uyg'ur tilida fe'llar o'z ichidan 3ga bo'linib ketdi. Ya'ni zamon shakli holatda 3ga bo'lindi-ku. O'tgan zaman, hozirgi zaman va keldigan zaman va yoki kelgusi zaman deyildi. Nemischada-chu deganda nemischada o'xshash. Cho'ng jihatda deb aytgan vaqtda u o'xshashlar 3ga bo'lindi. Ammo texmi cho'nqurlab, ham texmi zil yerlarga ilib borgan vaqtimizda 3 xil zamon shakli o'z ichidan yana bo'linib ketdi. Şunun bilan oxirida nemis tilidagi zamon shakli jami 6 bo'lib, bularning hammasining farqini so'zlaymiz. Albatta siz buning farqini ham bilib olishingiz, ham buni to'g'ri holatda ishlata olishingiz kerak. Xo'sh, undaqda biz bunday qilaylik. Sol tarafimizni biz o'tgan zamon shakli deb tushunaylik. O'tni hozirgi o'tirni bo'lsa, biz hozirgi zamon deb tushunaylik. O'ng tarafni bo'lsa, kelgusi zamon deylik. Albatta bu yerga sol va o'ng meni hozirgi o'rnim qarta qo'yilgan yo'linish. Xo'sh, endi biz darsimizni boshlab ketaylik. Uyg'ur tilida boshlab o'tganga o'xshash o'tgan zamon shakli, hozirgi zamon shakli va keldigan va yoki kelgusi zamon shakli bor. Ularning nemischa o'zining atalg'usi bor. Sol tarafdagi yana o'tgan zamon shaklini biz Vergangenheit deb ataymiz. Hozirgisini bo'lsa Gegenwart deymiz. O'ng tarafda ya'ni kelgusidagini bo'lgan bo'lsa Zukunft deymiz. Bular bevosita odatdagi og'zaki aloqadan shunda atildi. Bu ya'ni kasbiy grammatiklik so'z emas demakchi. Odatdagi vaqtda siz ilib bilsangiz yoki tushunmay qolsangiz, o'qituvchilaringizni so'rasangiz mushallatda ular to'qim tartibga tushun deb qarayman. Xo'sh, bugungi darsimiz texmo mukammal ham texmo tushunishli qilish uchun biz bir jumla tuzamiz, ammo jumlalarimizning hammasi hozirgi holatni, ya'ni hozirgi zamon shaklini Gegenwartni asos qilgan holatda bo'lsin. Gegenwartniki ya'ni hozirgi zamon shaklining yana bir xil atalishi bor. Buni cho'qim bilishingiz kerak. Buni biz present deymiz. Bu ikkisining ma'nodagi jihatdan o'xshash bo'ldi, ammo bu present degan haqiqiy bir kasbiy atalg'u. Balkim deyishingiz mumkin, o'zining Gegenwart deb ism to'sgan nima ish qilib presence deb yana bir ism qo'yamiz deb. Bunda qo'yishimiz bir xil majburiyatimiz bor. Chunki presencedan boshqa Zukunft va Vergangenheit ikkilisini, ya'ni o'z ichidan bir necha tarmoqqa bo'linib o'tamiz. Shuning uchun buni texmo ro'shan ifodalash uchun bular texmo azvaylab va yoki texmo isplashgan atalg'ular bo'lgan. Shuning uchun Gegenwartni presence deb atsak bo'ldi. İkisi ma'nosi o'xshash, ya'ni hozirgi zamon shaklini bildi. Zukunft bo'lsa, o'ng tarafdagi Zukunftni biz kelgusi zamon dedik, ammo kelgusi zamon ya'ni o'z ichidan ikkiga bo'linib ketadi. Uyg'ur tilida kelgusi zamon hargiz ikkiga bo'linmaydi. Ya'ni men e'tiborim bunun ekan qilaman degan hammasi kelgusi zamon bo'ldi, ammo nemis tilida bunday emas. Nemis tilida o'z ichidan ikkiga bo'linib ketadi. Uning birinchisining ismi Futur 1 deyildi, Futur 1. İkincisinin ismi Futur 2. Burun biz başta bulanın ismini bulup olaylı. Endeki ben bir-birler sizlerge misal ekip berey. Şunu öyle tədrik düşünü olaysızlar. Hoş, 3-cü qədəmdə biz hemiden muhim bo'lgan, hem bilishga tegishli, hem
enge xatolik yuz beradigan vergangen hayt to'xtalamiz. Ya'ni o'tgan zaman shaklida sol tarafdagi. O'tgan zaman shakli o'z ichidan 3 ga bo'linib ketadi. Buning ichida yaqinqi o'tgan zaman shaklini biz perfect deb ataymiz. Bu nima degan gap deganda biz mush 1 yil mobaynida qilingan ishlar, tunugun yoki bayam, ya'ni bir necha yilning ichidagi ishlarning hammasini biz o'zimizning hayot bo'lgan ishlarni biz perfect altida ifodalaymiz. Xo'sh, bu yaqinqi o'tgan zaman shakli. Ammo o'tgan zaman shakli yana bir xil zaman shakli bor. Vaholanki Uyg'ur tilida bo'lsa, o'tgan zaman shakliniki farqi yo'q. Har qanday zaman shakli, o'tib ketgan ishni har qanday biz o'tgan zaman shakli deb ifodalaydik. Ammo nemis tilida biz pratertum degan dal hozir so'zlamoqchi bo'lgan jiroq o'tgan zaman shakli. Bu nurg'un yillar oldidagi ishlarni, rivoyatlarni va yoki sizning kichik vaqtingizdagi ishlarni so'zlamoqchi bo'lsangiz, dal bu xil pratertumni ishlatasiz. Üçüncü xil zaman şeklini plusquamperfect deyildi. Bu hergiz başta deb o'tgan yaqin va jiroqlik bilan bevosita munosabati yo'q. Bu xil zaman shakli qanday holat ishlanadi desangiz, o'xshamagan ikki ishni ilib etsangiz, ya'ni o'tgan zaman shaklidagi o'xshamagan ikki ishni ilib etmoqchi bo'lsangiz, dal mushkil plusquamperfect degan mushkil zaman shaklini ishlatasiz. Ammo hozir biz 6 xil zaman shaklini yozib bo'ldik. Asli zaman shakli cho'ng jihat ilib aytganda 3 ti, ammo buni tor ma'nodan yana bo'lgan vaqtda jami 6 xil bo'lib ketdi. Ammo biz bu 6sini ichida eng burunda qo'shiq tegish plusquamperfect, ya'ni buning hech qanday uyg'urchasini berishni to'g'ri topmadim. Yana birsiga futusvay. Jiroq kelgusi zamondagini mushikisini bugungi soatlik darsimizda so'zlamaslikni qaror qildim. Ya'ni men tafsili so'zlab beramdim, ya. Anlasamı tushunmayman. Chiroying qarasamni bilmaydi, qanday qilasan? Bak edepsizken sen. Ha, bo'ldi, men ham sizga adablik holatda tafsili so'zlab beray. Chunki bunday qilishimning sababi birinchisi bu C1'ninki va yoki B2'ninki saviyasi. Ishlayotgan videolar asos jihatdan yangiliklarni markaz qilganlik uchun bu B2 bilan C1'ninki bu xil saviyasi bor, bu xil temalarni amalga qatmaslikni tirishyapman. Chunki bu texmi hozir uvinib bo'lmayotgan odamga nisbatan bu texm ig'ir keldi. Ham undan sat umash qilish mumkin. Ammo eng muhim masala bularninki ijtimoiy turmushdagi qo'llanishchanligi sal tuvan. Sal emas, ravoruslam tuvan. Agar kendi siz bir masalani pratertum bilan va yoki perfect bilan, agar kelgusi zaman shaklini foto aynisi bilan ifodalasangiz 180% to'g'ri. Alayda bir ahvollarda foto sivay bilan plusquamperfectni talab qilmay qo'yib qolsa, normalda hozir biz deb o'tgan 4 zaman shakli, ya'ni pratertum, perfect, present va foto aynisi bilan menimcha jiq hojatimizni chiqadi deb qarayman. Ammo qiziquvchilarniki albatta o'zigida o'rganib o'qishni ham YouTube'dan boshqa videolarni men chiqardim, ammo boshqa bir tillardagi videolarni chiqarib to'g'rilik ko'rib o'qishni ham albatta tavsiya qilaman. Xo'sh, endi biz boshlaylik. Present to'g'riliq bir jumla tuzib beray, lekin buni biz har o'xshamagan zaman shaklida turlab boqaylik. Xo'sh, hozir zaman shaklida men nemischa o'rganyapman deganda ishlarni Deutsch deymiz. Buni menimcha bu mushagicha videolarni ko'rgan odam bu cümleni qurishni va yoki bu cümlening ma'nosini bildi deb qarayman. Xo'sh, endi biz buni o'tgan zaman, kelgusi zaman shaklida tuzaylik. Ya'ni men nemischa o'rganma demoqchi bo'lsak, ish verdi Deutsch lernen. Men balkim oldingi qitimliq videolarni ko'rgan va yoki bundan burungi ishki videolarni ko'rgan odamlar bilishi mumkin. Men boshdan oyoq bir formulalarni yo'qdan bor qilishga tirishyapman. Siz formula, muqim bir formulani bilib olsangiz va yoki 180% ahvolda ishlangan formulani bilib olsangiz, shuning loyiq so'zlarni va so'z turkumidagi gaplarni qattiq qo'ysangizlar, uning o'rniga mukammal bir jumla paydo bo'ldi deb qarg'anligim uchun bu qaytama men bir yangi formulalarni ham o'zimcha kashf qilib boqqan bo'ldim. Ammo bu 190-180% Xudoyim buyursa to'g'ri deb qarayman. Kelgusi zamondagi mana bir formulasi bor. Boshda subyekt keldi, ya'ni jumla egasi keldi. Undan keyin verden keldi. Verdim bo'lsa oldingi satliq darsimizda biz yani piylarning turini o'tgan vaqtda ikkinchi xil piylarning turi, ya'ni Hilfsverb tabiati. Shu vaqtda deb o'tdim men. Hilfsverbning ichida 3 xil Hilfsverb bor, haben bor, sein bor, werden bor. Bu yerdagi werden o'tgan zaman shakli va kelgusi zaman shaklini ifodalash ishlanadi. Al bugungi kunda mana hozir biz kelgusi zamanni ifodalashda dal mush verbga, ya'ni mush piyga murojaat qilamiz. Werden keldi, undan keyin obyekt keldi. En ahırda olsa pil keldi. Ama bu pil hech qanday turlanish bo'lmaydi. Pilni aslatini qo'yib qo'ysangiz bo'ldi. Yani hem de bayaqi misolimiz qarsak, ish subyekt keyindan verden keldi. Verden cho'qim ish bilan turlanib ketdi. Shuni ish verdi deyildi.
Ondan keyin obyekt keldi, ish verdi Deutsch, andan keyin lernen. Xo'sh, endi biz o'tgan zaman shakliga qaytaylik. O'tgan zaman shaklining ichida ikki xil o'tgan zaman shaklini deb o'tdim. Birisi perfekt, yana birisi präteritum. Perfekt bo'lsa yaqin o'tgan zaman shakli, präteritum bo'lsa yiroq o'tgan zaman shakli. Ammo ijtimoiy turmushimizda bu ikkisiniki ishlanish va qo'llanishchanligi yana o'xshamaydi. Perfekt 180% o'rinlarda ishlaydi. Ya'ni og'zaki aloqada 190% odam perfektni ishlatadi. Agar siz präteritum ishlatsangiz hech kim sizni xato demaydi. Ammo präteritum perfektga qaraganda biraz mushkul deb qarayman. Chunki präteritumda fe'llarning o'zgarishi sal ko'rinarli cho'nchu boshqa odatdagi fe'lning asli holatiga qaraganda. Perfekt unda emas. Masalan, misol olsa, ben nemischa o'rgandim. Bugun va yoki oldingi oy va yoki bir yilning oldida o'rgangan bo'lsangiz, ich hab Deutsch gelernt. Xo'sh, yana bir formulaga murojaat qilamiz. Bu yergi formula qanday sifatli subyekt keldi. Ich keyindan Hilfsverb keldi. Habe undan keyin obyekt keldi. Deutsch andan keyin Vollverb keldi. Asas fiil keldi, ammo bu fiil cho'qim turinishi kerak. Ya'ni o'tgan zaman shakli perfect formda turinishi kerak. Mana bu fiillarning turinishidir. Lernerning perfekt holda turinishi gelernt. Shuning uchun ich hab Deutsch gelernt deysiz. Bir muhim nuqtani deb o'tay. Balkim siz o'ng tarafdagi, ya'ni kelgusi zaman shaklidagi formulasi bilan sol tarafdagi o'tgan zaman perfektniki formulasini qarsangiz bir o'rtaqlikni bayqaysiz. U bo'lsa-mu ikkinchi o'rinda cho'qim Hilfsverb, ya'ni yordamchi fe'l keldi. Ammo ma'noda keldigini, ya'ni kelgusi zamonda keldigini verdim bo'lsa, sol tarafda o'tgan zaman shaklida keldigini cho'qim haben delanmaymiz. Endi ba'zilar deyish mumkin, qanday vaqt habenni, qanday vaqt bin deb ishlatamiz. Balkim siz xato holatda ich bin Deutsch gelernt degan bo'lishingiz mumkin va yoki ashqildagi bir gap so'zlarni deb qolgan bo'lishingiz mumkin. Bu ikkisini qanday farqlantiramiz desa, %75 va 80% fe'llarniki yordamchi fe'li cho'qim haben bo'ldi. Sein, ya'ni ich bin, du bist deganlar qanday vaqtda keldi desangiz, ma'lum bir fe'l, ya'ni o'rni yo'tkalgan holatdagi fe'llar bo'lib qolsa, u vaqtda siz sein ishlatasiz. Masalan, kommen degan vaqtida cho'qim sein ishi bo'lindi. Ya'ni ich bin erst gerade gekommen. Siz hargiz ich hab gekommen desangiz to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchunki kommen deganning o'zidan A o'rnidan B o'ringa yo'tkalganlik ifodalanib kelyapti. Ushbu sabab siz cho'qim sein ishlatishingiz kerak. Xo'sh, undan bo'lak fliegen deganda mo sein ishlandi. Ich bin schon geflogen, ya'ni men uchib bo'ldim. Chunki fliegen mo o'xshashda A o'rnidan B o'ringa yo'tkildi va yoki schwimmen. Mushkil holatdagi fe'llarda cho'qim sein keldi. Undan bo'lak har bir fe'lda cho'qim haben keldi. Shuning uchun biz olgan misolda ich hab Deutsch gelernt. Xo'sh, endi biz yiroq o'tgan zaman shakliga qarsak, ya'ni präteritum qarsak, buning o'zgartirish bir formulasi bor. Bu jumlani, ya'ni ich lerne Deutsch deganni präteritum olti desak, ich lernte Deutsch bo'ladi. Buning uyg'urcha ma'nosi men nemischa o'rgangandim. Ich hab Deutsch gelernt ma'nosi men nemischa o'rgangan. A bo'lsa men nemischa o'rgangandim. Ikkisida uyg'urchada berilgan ma'no jihati 199% o'xshash. Ammo präteritumda, ya'ni ich lernte Deutsch desa, tamollaqa anglag'uvchilarniki berilgan ta'siri bo'lsa, ham qarshi taraf, ya'ni so'zliguvchi nemischani nihoyat burun o'rgangan kel deb bo'ladi. Shuning uchun bir necha yilning oldidagi ishlarni va yoki bir allaqanday bir afsona va yoki rivoyat va yoki bir hikoyalarni so'zlamoqchi bo'lsangiz, cho'qim dalanmayman, ammo 180% präteritum ishlatganingiz nihoyat yaxshi. Albatta biz buningga avvalgidek bir formuladan birini yo'qdan baqsak bo'ldi. Masalan, präteritum jumlalarda boshqa subyekt keldi, undan keyin bo'lsa lernte keldi. Lernte degan asli fe'l, ya'ni lernenningki präteritum turlangan holda. Bayam deb o'tdik, lernenningki perfekt holda bo'lsa gelernt, ammo präteritum holda bo'lsa lernte. Boshqa subyekt keldi, undan keyin verb keldi, ammo cho'qim präteritum holati turlanish kerak. Undan keyin obyekt keldi, undan keyin hech qanday fe'l kelmaydi. Ma'ni bilishingiz kerak. Perfekt cümle bilen präteritum cümle ikisinden ne farkı var deganda präteritum faqat birla fe'l keldi. Perfekt olsa ikki fe'l keldi. Ikki fe'lning birisi yordamchi fe'l, yana birisi asli fe'l. Ya'ni perfektning gapini qilyapmiz. Birisi yordamchi fe'l, yana birisi olsa asli fe'l. Ammo asli fe'l cho'qim turlanishi kerak. Vaholanki präteritumda o'xshashli turlandi, ammo buningda yordamchi fe'l yo'q. Endi biz yeni bir jumla tuzaylik. Masalan, ich arbeite im Laden. Ya'ni men do'konda ishlayman. Ya'ni ishlayapman degan gap bo'ldi. Endi biz buni o'tgan kelgusi zaman shaklida tuzmoqchi bo'lsak, işte biz tuzgan formulalarimiz qaraymiz. Subyekt, verden, obyekt,
Ondan keyin asli pil, yani voll verb keldi. Xo'sh, bu formula aslasak, ich werde im Laden arbeiten. Agar tushunmagan bo'lsangiz va aksal tez so'zlab ketgan bo'lsak, siz videoni to'xtatib, keyin yandurib ko'rib olishingizni, yoki o'zingiz boshda bir azroq tushunilib, endi keyin bu yerga kelishingizni, hamma bir vaqtda ko'rsangiz tushunmay qolishingizni eslab bu taklifni berishim. Xo'sh, o'z gapimizga qaytib kelsak, ich arbeite im Laden. Bu hozirgi zamon shakli, ich werde im Laden arbeiten bu kelgusi zamon shakli. Kelgusi zamonning futo aynisi, chunki futo svay emas, futo aynisi. Ama bunu siz Zukunft desangiz bo'ldi. Ama sinflarda va yoki til kurslarida o'qituvchingiz sizga foto aynisi deb talab qilib qolsa, shuni qo'ysiz. Foto svay deb qolsa, o'rganmadim deb turasiz hozircha. Bu jumlani endi biz o'tgan zamon shaklida ifodalasak, ya'ni yaqinqi o'tgan zamon shaklini perfect formda ifodalasak, başda o'tib, başda subyekt keldi, undan keyin helps verb keldi, undan keyin obyekt keldi, undan keyin full verb keldi, ammo full verb cho'qib turinib ketish kerak. Shunga asoslanganda ish ondan keyin helps verb kelish kerak. Helps verbda bin kelamdi, haben kelamdi. Mashni cho'qim aniq bilishimiz kerak. Normalda arbeiten degan gapningki boshqa bu yerdan ta'siri bir ish qilayotgan xizmatni ko'rsatadi, ammo o'rni yetkagan holatni ifodalaydi. Shuning uchun siz sein emas, helps verbdan balki haben olasiz. Shunga ich hab im Laden nerede? Dükkanda. Arbeiten desangiz bo'lmaydi. Arbeitenni cho'qim perfekt altida turlishingiz kerak. Perfekt altida turlanganda arbeitenniki gearbeitet. Shunga ich hab im Laden gearbeitet bo'ldi. Agar siz birinchi shaxs demay, uchinchi shaxs desangiz, masalan, u deb ich hab gearbeitet deysiz va yoki du hast gearbeitet deysiz yoki er hat gearbeitet deysiz. Eng oxirdagi arbeitenning turlangan gearbeitet shakli har bir jumlada o'xshash. Xo'sh, endi biz ijroq o'tgan zamon shaklini pratertum qarasak, boshda o'tib subyekt keldi, pil keldi, undan keyin obyekt keldi. Ammo pil cho'qim pratertum altida turilishi kerak. Shu xil ahvolda ich arbeitete im Laden deyish kerak. Chunki arbeiten degan bu pilninki pratertum altidagi turilish bo'lsa arbeiteten. Perfekt altida turilish bo'lsa gearbeitet. Shunga ich hab gearbeitet deymiz va yoki pratertum altida ich arbeitete im Laden deymiz. Muhim bir narsani deb qo'yishni to'g'ri topdim. Amaliyotda jumlaning turilishi deb bir narsa mavjud emas. Uyg'ur tilida ham shu. Uyg'ur tilida fe'llarning zamon shaklovchi turilishi deyildi. Fe'llarning turilishi dal bir jumlada o'z ifodasini tepib, bu jumlani yo hozirgi zamonga va yoki o'tgan zamonga va yoki keldigan zamonga tava qilib berdi. Nemis tilida amaliyot o'xshash. Balkim bayqansiz, subyekt ish har vaqt o'xshash. Men degan misolni oldim, hamma yerda men bo'laveryapman. Kelgusi bo'lsin, o'tgan zamon shakli bo'lsin. Va yoki obyekt. Hozir men do'kon ishlatyapman, kelgusini do'kon ishlayman, ham burunmi do'kon ishlagan. Ammo o'zgarayotgan faqat va faqat pil. Shunga pillarning turilishi deb ataymiz. Shunga ba'zi pillarningki bilmay qolib qolsangiz Google orqali izlasangiz bo'ldi. Turinishni bossangiz asos jihatdan ikki xil turinishni chiqarib beradi. Ularning ikkisi ya perfect ya pratertum. Shu bo'yicha yodlab olsangiz, ham boshda o'zimiz deb o'tgan formulalarimizni solsangiz, mukammal bir jumla tuzalaysiz deb qarayman. Üçüncü bir cümle misal olaylik. Bu cümle bek muhim deb qarayman. Chunki bu qatam biz boshdan oyoq habinni ishlatavermaylik. Ya'ni perfect altidagi yordamchi fe'lga biz habinni ishlatmaylik, balki zaynni ishlataylik. O'rni yetkalgan bo'lish kerak. Amaliyot helps verblar nimaga nisbat berildi deyilsak, jumladagi asosiy fe'lga nisbat berildi. Biz asos fe'lni analiz qilamiz. Agar asos fe'l boshda o'tgan misaldagidek arbeiten bilan lernen, ya'ni bir o'rinda muqim o'tirib qilayotgan ish bo'lsa, haben ishlatildi. Ammo yutkilayotgan ish bo'lsa, zayn ishlandi. Shuning uchun biz zayn keldigan bir misol olsak, ishga naqulja. Ya'ni men g'uljiga mangdim, yaz meni qatdim, hozirning o'zida qilayotgan ishni ifodalab berdi. Xo'sh, endi biz o'tgan kelgusi zamon to'g'risida desak, formularimizga solamiz. Ya'ni ish verdi naqulja gihin. Men g'uljiga boraman. Sizdek bormisiz, ammo kelgusi qilmoqchi. Shu vaqtda ish verdi naqulja gihin. Pil qanday olishdan qat'iy nazar o'rni yutkilamdi va yoki hozir bir o'rinda turib qilayotgan ishni ifodalab beramdi. Kelgusi zamon shaklida hech qanday farqi yo'q. Ya'ni verdin har vaqt verdin altida kelaverdi. Eng oxirgi jumlaniki shu asos fe'lni tashlab qo'yamiz. Shuni o'ylab kelgusi zamon ifodalab keladi. Ammo fe'llar o'ziniki bo'libmi yordamchi fe'lninki ifodasini qayerda topib olsak, o'tgan zamon shakli ikkisi tepildi. Bo'libmi perfect altida. Xo'sh, qaytib kelsak, perfect altida demoqchi bo'lsak, buni ishab naqulja gigangan desangiz to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu yutkalgan. Shuning uchun ich bin deb gapirasiz. Ich bin naqulja gihenninki perfect altidagi turinish bo'lsa, gigangan. Ya'ni ich bin naqulja gigangan.
men G'uljiga bordim. Preteritum altı demoqchi bo'lsak, biz yanıllab gehinni preteritum altı turlaymiz. Preteritum altıda gehinniki aslidagi pil, ya'ni gehinga shakl jihatdan ancha o'xshab ketmaydi. U bo'lsa ishkin deyildi. Ishkin naqulja. Qolgan hech qanday pil va allaqanday bir narsa qatmaymiz. Mush jumlalar o'zi preteritum altı. Bu jumlaning ma'nosi men G'uljiga borgandim. Ko'rdingizmi-ki, perfect altı bilan preteritum altı. Perfect altı men G'uljiga bordim. Preteritumni bo'lsa men G'uljiga borgandim. Bu ikkisining o'rtasida pichoq bis farq bor. Dal mana mush farq, mush piyelninki o'rtasiga eng nozik, eng zil farqni shakllantirib qo'ydim. Shunga siz nayt bronqishlarga amal qilib preteritum ishilting. Yaqinqi zamondagi ishlarga perfect ishilting. Agar preteritum mansal tashkildagi, chunki piyellar bakli o'zgarib ketadi, genga o'zgarib ketadi deb qarasangiz, tavsiyalarim shuki, afzal boshdan oyoq perfect ishilting. Agar kanda preteritum ishlanishga tegishli yana perfect altı ish bo'lsizmi, hech vaqasi yo'q, hech bir xatosi yo'q. Chunki hammamiz amaliyotda nemischini shu jirqimiz yaqin qilib beramdiki, ishimizni hal qila olamdiki deb yurganman. Ikra oldida o'tda har bir qiyinchilik degan gapim. Buningki back grammatikasiga cho'nqurlab, back to'g'ri xatoni oydinlashtirmasak, balki o'zimizning hayotini sal tashlashtirishimiz mumkin. Xo'sh, shuning bilan biz bugungi darsimizni mishada oyoqlashtirdik. Ham oyoqlashtirishimiz kerak. Bak uzrab ketdi. Buni men ancha yoqtirmayman. Bak uzrab ketishni az soz bo'lsa deb tirishman, lekin ba'zi bir grammatiklik masalalarni cho'qim shunday azvaylab, jiptin janisi so'zimay amalim yo'qki. Agar kanda siz o'zingizga qo'shaqsa, to'g'ridan bu orqali misollarni izlab baqsangiz bo'ldi va yoki men o'zim izlab, nimni ostiga videoning ostidagi link, ya'ni ulanishga ketib qo'ysam bo'ldi. Agar kanda o'zingiz ba'zi bir jumlalarni tuzib, uning nisbatan jazmlashtirmagidek bo'lib qolsangiz, asl inkas altı izlab qo'ysangiz, men cho'qim ko'rib, tekshirib, bildig'inim bo'yicha sizga javob berishga tirishman. To'rt zamon shaklining hammasiga tavsiyalarim shuki, uyda present, ya'ni hozirgi zamon shaklida o'xshama 10 jumla tuzing va shuningdan siz qolgan 3 zamon shakliga siz turlab yiqing. Jami 40 jumlani siz talto'kis to'g'ri tuzib keta olsangiz, O'shunday ketaversa, biz keyin qanday qilamiz? Qilmaysiz, bu orqali shu texnik pishiqlaysiz, texnik yaxshi o'ynab ketalaysiz deb qarayman. Shuning bilan biz bugungi ikkinchi bo'lak darsimizni tugatdik. Boshlab o'tdim. Biz hozir ikki bo'lakni tugatdik. Birinchi bo'lak bo'lsa 4 videodan tarkib topgan akusativ, dativ, nominativ, genitiv. Ikkinchi bo'lak bo'lsa Satzbau, Verben va bugungi darsimiz side form. Satzbau degan jumla qurilmasi, ikkinchisi piyillar, ya'ni piyillarning turlari, uchinchisi bugungi zamon shakli. Albatta bu piyillarning zamon shaklini ko'rsatdi. Xo'sh, bugungi darsimiz mishada oyoqlashdi. Qanday men xeyli bir tushunishli so'zlab bera oldimmi? Bu qitim hammani tushundim. Nayt yaxshi. Oxirgi kichik bir o'tinishim, buningdek yana qanday videolarga ehtiyojingiz bor va yoki qaysi xil mazmunlarga nisbatan mujmallik bor, qaysi xil narsalarni tushunolmayapsiz va yoki qaysi xil bo'laklarni siz uyg'urcha tushuntirib qo'yishga ehtiyojingiz bor. Qanday shu bo'lsa, asl inkas altı yozib qo'yishingiz tuvajlik bilan so'rayman. Shundalar men sizlarning qiyinchiliklarni nerligini bilmay va ko'p taraflamalik va foydali yordam bo'la olayman deb qarayman. O'ptam ishlarni qutlayman. Ko'rishamiz buninglar. Allohga emanet.